Shaxmat tarixidagi eng legendarniy tuzoq. Bu o'yin 1912-yilda Stefan Levitskiy va Frank Marshall o'rtasida bo'lib o'tgan. Mana shu pozitsiyada Frank Marshall avvaliga farzandni quvmoqchi va farzand qochganidan keyin Frank Marshall ichida yovuz geniy uyg'onadi va u birinchi brilliant yurish ruh bilan filni uradi. Agar shu yerda piyoda bilan ruhni ursak, ot bu yerda shoh berib, farzandni yutib oladi. Shuning uchun buni o'rniga oqlar farzandga ruh bilan hujum qildi. Lekin bu yerda Frank Marshall haqiqiy legendarni yurish qildi. Farzand G3. Birinchidan oqlar bu yerda farzandni urishga majbur, aks holda H2 dan ular mot oladi. Ikkinchidan farzandni qaysi usul bilan olishga qaramasdan qoralar baribir yutuq vaziyatda qoladi. Aytaylik, farzand bilan farzandni uradigan bo'lsangiz, ot E2 dan shoh beradi va farzandni qaytib yutib oladi. Agar F2 dagi piyoda bilan uradigan bo'lsak, o'yin ikkita yurishdan keyin tugaydi, chunki avval E2 dan ot bilan shoh beramiz va ruh bilan mot qo'yamiz. H2 dagi piyoda bilan ham ura olmaysiz, chunki ot E2 dan keyin oqlar shunchaki mot bo'ladi. O'yin esa mana shu yerning o'zida tugaydi, chunki bunaqa legendarni yurishni ko'rgan Stefan Levitskiy shu yerning o'zida taslim bo'ladi.